Erta tongdan katta og'aga salom berib, O'zbekiston SSRida kun boshlanadi. Keyin bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishgani uchun sovetlarga rahmat aytamiz. Ular kelib bizni bosib olmaguncha qanday qiyinchilikda yashaganimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Ha, yana partiyaga sodiqligimiz ham esdan chiqmasin. Bu O'zbekiston SSR madhiyasining 1977-yildagi yangilangan ko'rinishi edi. Ushbu madhiya ohanglari ostida barcha mehnatkashlarimiz har tong ishga ketishgan. Hammaga salom, siz Sahifa kanalidasiz. Ushbu ko'rsatuvimiz Sovet nostalgiyasi mavzusining ikkinchi qismi. Bugun biz Brejnev davrining so'nggi yillari, O'zbekiston SSR madaniyati, propagandasi, afg'on urushi va Sovet davlatining inqirozi sabablari haqida gaplashamiz. Kino bu ommaviy propagandaning kuchli quroli bo'lib, uni inqilobning g'oyasi uchun qo'llashimiz kerak. Vladimir Lenin. Brejnev davrida haqiqatdan ham O'zbekiston SSRda madaniyatning durdona asarlari yaratilgan. Kino sohasida O'zbekfilm studiyasi ko'plab mashhur filmlarni suratga olgan. Yor-yor, O'tgan kunlar, Sevishganlar, Shumbola, To'ylar muborak, Suyunchi kabi filmlar xalq orasida hozirgi kungacha sevib tomosha qilinadi. Seni yeyman degan ekan, ular yalinib unga yig'labdi. Voy, 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 voy! Siz o'shami? Ha. Men o'sha. Shoshmay ketib qolmang. Javob keraksiz. Uning aka, behazil gapyapman. Juda ham zarar gapim bor. Novvoyxonadan topib oldim. Ota-onasi yo'q, yetim ekan. Qo'l-oyog'i chaqqon, xizmatlaringizni qilib yuradi. Ma'qul, hoji bobo. Shu nevara qizingni o'zim kelin qilaman. O'qishni tashvishini qilmay qo'yqa. U yog'ini meni maktabimda o'qiydi. O'sha davrda kino san'atiga juda katta e'tibor berilib, Toshkent shahrida har yili xalqaro kinofestival o'tkazilgan. Ammo bu festivalda faqat Sovet ittifoqi bilan do'stona aloqada bo'lgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlarining kino ijodkorlari qatnashgan xolos. SSRda, xususan O'zbekiston kinoteatrlarida chet el filmlaridan ko'proq hind filmlari namoyish. Chunki bu filmlarda Sovet davlati ideologiyasiga qarshi bo'lmagan neytral mavzular, boy-kambag'al, oilaparvarlik va sevgi tasvirlangan edi. Misol uchun, Zita va Gita, Bobbi, Qasos va qonun, Disko raqqosi hamda SSSR bilan hamkorlikda suratga olingan Ali Bobo va 40 qaroqchi filmlari juda mashhur bo'lgan. Yevropa filmlaridan Sharqiy Germaniyada ishlangan Amerika hindularining mustamlakachilarga qarshi kurashi tasvirlangan Goyko Midich ishtirokidagi filmlar mashhur bo'lgan. Gollivud yoki G'arbiy Yevropada suratga olingan filmlar deyarli ko'rsatilmas edi.
Chunki bu filmlarda sovet ideologiyasiga zid bo'lgan g'oyalar bor edi. Bundan tashqari, g'arb filmlarini ko'rgan tomoshabin bu davlatlardagi insonlar hayotini ko'rib, o'zini hayoti bilan taqqoslashi kerak emas edi. Musiqa san'atida esa o'zbek milliy kuylari saqlanib qolgan holda kommunistik g'oyaga xizmat qilishi kerak edi. Davlat tomonidan boshqariladigan musiqiy ansambllar tashkil qilinib, o'zbek xalq kuylari orkestr va estrada usuliga moslashtirib ijro etila boshlandi. Bunday musiqalarni o'sha davrda yaratilgan filmlarda ko'rishimiz mumkin. Bezangan gulshandan bog'larimdan 1960-yillarga kelib, yangi zamon san'atkorlaridan Botir Zokirovni sahnaga chiqishi o'zbek estradasining haqiqiy boshlanishi desak ham bo'ladi. Hamma gullardan alovlano, hamma gullardan alovlano, hayolimda bo'lding seni izlab qiroqqa bordim. O'zbekiston SSRida 1970-yillarda tashkil topgan Yalla ansambli butun Sovet ittifoqida tan olingan musiqiy guruhga aylangan. O'rtamizda xafarik bor. Bundan tashqari, Muhabbat Shamayeva, balandparvoz ekan cho'lning burgutlari yor yor. Ziyod Eshonxo'jayev, Bu oqshom kechalar tonggacha Davron G'oyipov, Sado guruhi va boshqa o'zbek estradasi san'atkorlari yetishib chiqdi. Gul diyori, dil xumori, orzuli olam xilqati. Ammo o'sha davr san'ati yorqin bo'lishiga qaramay, kuchli senzura bosimi ostida edi. Davlat propaganda apparati Brejnev davrida SSSR kommunistik mafkurasini saqlab qolish, kuchaytirishga intilgan va jamiyatni juda kuchli senzura ostida boshqargan. Har bir chiqarilayotgan kitob, maqola, kino, teatr, teleradio shou, rassomlar ijodi, barcha narsalar har bir nuqta va virguligacha senzuradan o'tishi kerak edi. Misol uchun, 1969-yilda o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning romani asosida rejissyor Yo'ldosh A'zamov tomonidan tasvirga olingan O'tgan kunlar filmining so'ngida quyidagi sahna bor. Baxt va haqiqatga erishmoq umidlari zulmatli kunlar qa'rida ana shunday xazon bo'ldi. Lekin ma'lum xalqning asriy orzusi yorug' kunlar yaqinlashmoqda edi. O'tmishni yod etish shu kunlardagi gulgun hayoting va nurafshon istiqboling qadriga yanada chuqurroq yetmog'im uchun zarur deb lozim topdik. Ushbu filmning so'nggi lavhasida ruslar kelguncha qorong'u kunlar bo'lgani va ruslar hokimiyati o'rnatilishi yaqinlashayotgani yorug' kunlar deb atalgan. Lekin yozuvchining kitobida Otabek rus bosqinchilariga qarshi kurashib halok bo'lgani va shahid bo'lgani yozilgan. Ya'ni Abdulla Qodiriy ruslarning bosqinini hech qanday yorug' kunlar kelishi deb atamagan. Televideniya, radio, gazetalarda faqat Sovet davlatining yutuqlari, global siyosatdagi katta o'rni va dunyoni qutqarayotgan qahramondek ko'rsatilgan.
Ichki siyosatda davlatning farovon hayoti va kelajakda erishadigan yutuqlari haqida gapirilgan. Porloq kelajak bizni kutmoqda. Hozircha esa faqat mehnat qilib partiyaga sodiq bo'lishimiz kerak. Haligi ilgarilari biz kim edik? O'qimagan, paranji chashvon ichidagi o'ta omi ayollar edik. Ammo sho'ro hukumatı qora chimmatni tashlashimizga yordam berdi. Ko'kragimizga shamol tegdi. Sho'ro tufayli men yozishni, o'qishni o'rganib oldim. Dunyoda mendan baxtiyor ayol bo'lmasa kerak. Qisqasi ayollarimiz brigadasi orqada qolayotgan qoloq brigadalarga hamisha yordam berishga tayyor. Rahmat. G'arb davlatlarida esa ichki noroziliklar, fuqarolik urushlari, iqtisodiy va siyosiy inqirozlar yuz berayotgani, u yerdagi aholi esa och-nahor, elitalar bosimi ostida ezilayotgan qilib tasvirlangan. Ularni bir kun Sovet davlati bu qiyinchiliklardan qutqarishi va Sovet farovon hayotidan bahramand bo'lishlari ta'kidlangan. Tashqaridan hech qanday ma'lumot kiritilmagan yopiq davlatda fuqarolar faqat davlat propagandasi xohlagan shaklda boshqa dunyoni tasavvur qilishadi. Bu esa haqiqatdan ancha yiroq bo'lishi mumkin. Sovet davlati o'z propagandasiga xalqni ishontirish uchun tashqi dunyoni temir parda bilan to'sib qo'ygan edi. Har doimgidek Brejnev shaxsini ideallashtirish va uni dohiy darajasiga chiqarib, cheksiz hurmat va ehtirom ko'rsatilishi ta'kidlangan. Jamiyatda esa millatlararo bag'rikenglik, tabaqalanishsiz barcha baxtli hayotda yashayotgani targ'ib qilingan. O'sha davrdagi plakatlar, lozunglar hozirgi davrda juda qiziq ko'rinadi. Bunday baxtiyor mamlakatning siyosatidan norozilarni aniqlab, jazolash kerakligi uqtirilgan. Bu ishlarni bajarish har bir fuqaro uchun vatanparvarlikning eng yuqori cho'qqisidek e'tirof etilgan. Institutda bo'layotgan gaplarni yetkazib turasiz. Yo'q, bu ish sotqinlikka kirmaydi. Balki chin vatanparvarlikdir. Jonim bilan aka. Jonim bilan. Lekin menga ish qolganmikan? Hozir hamma yoni vatanparvarlar bosib ketgan. Har bir tashkilot va jamoat joylarida bunday KGB tomonidan tashkillangan to'garak a'zolari mavjud edi. Katta og'a sizni kuzatmoqda. Haqiqatdan ham ta'lim tizimida yutuqlarga erishilgan. Maktablar soni ortib, aholi savodxonligi oshgan. Ayniqsa, aniq fanlarda yaxshi yutuqlarga erishilgan. Juda ko'p olimlar va muhandislar yetishib chiqqan. Ammo ilm-fan yutuqlarini ko'proq harbiy salohiyatni kuchaytirishga sarflangan. Aholi turmush tarzini qulaylashtirishga yordam beruvchi ixtirolar davlat uchun unchalik qiziq emasdi. Gumanitar fanlarda esa haqiqiy ilmiy yondashuv emas, propagandaga xizmat qiluvchi tizim qo'llanilgan. Har bir ijtimoiy fanlarni Leninizm va Marksizm g'oyalariga moslashtirib talqin qilingan. Milliy qahramonlar bu sovetlarga ishlagan shaxslar, sovetlarga qarshi harakat qilganlar, xalq dushmanlari. Tarix darsliklarida Amir Temur qaroqchi, Madaminbek bosmachi, O'rta Osiyo esa Rus imperiyasiga o'z ixtiyori bilan qo'shilgan deb o'rgatilgan. Barchaga internatsionalizm, ya'ni millatlararo bag'rikenglik targ'ib qilingan. Aslida esa Rus millatini ulug'lash, milliy qadriyatlarni va diniy bilimlarni eskicha fikrlash deb atalgan va zamonaviy hayot tarzini targ'ib qilingan. Amalda esa Rus madaniyatini qabul qilish. Hukumat rasman ateistik materializmni targ'ib qilgani uchun har qanday diniy tushunchalarni yolg'on deb e'lon qilingan va haqiqiy kommunist bundan yiroq bo'lishi lozim edi. Lekin davlat ideologiyasi bo'lgan Marksizm va Leninizm xuddi diniy ishonish darajasiga ko'tarilgan.
Lenin ismi bilan atalgan joy, tashkilot va mukofotlarni sanab tugatish qiyin. Har bir katta muassasalarda Leninning haykali va kitoblari mavjud bo'lib, barcha bu asarlarni chuqurroq o'rganishi va Leninni xotirlashi uchun sharoitlar muhayyo qilingan. Tabiiyki, Lenin o'lmagan va har doim biz bilan birga. Hatto u bilan ko'rishish uchun Lenin mavzoleyini ziyorat qilib, shaxsan haqqiga rahmat aytishingiz ham mumkin edi. Hatto aholini yosh bolaligidan birinchi harfni tanishni boshlashi bilan ona, vatan va Lenin so'zini o'qib yozishni o'rgatishgan. Yosh bolalar avval oktyabryonik, keyin pioner, o'smir yoshda komsomol va ulg'aygach KPSS partiyasi a'zosiga aylangan. Albatta, barcha bu yo'ldan ketmagan, lekin davlatda qandaydir yuqori lavozimga erishish uchun aynan shunday bosqichlardan o'tib partiyaga, ya'ni boshqaruv apparatiga a'zo rahbar bo'lishning yo'li shunday edi. Ko'pchilik o'sha davrda yashagan insonlar bu davlat ideologiyasining tafsilotlarini yaxshi bilishmaydi ham. Hech qanday partiyaga a'zo bo'lishmagan. Brejnev davrida insonlar shaxsiy hayotlarida o'z dinlariga e'tiqod qilishlariga qisman imkon berilgan. Ular shunchaki o'z ishlari bilan shug'ullanib, oylik maoshlarini olishgan va bir tenga gugurt sotib olib, xursand bo'lishgan. Sanatoriya yoki kurortga putyovka olish esa bu haqiqiy baxt edi. SSSR tashqi siyosatda AQSh va G'arb davlatlari alyansi NATO bilan ta'sir doiralarini aniqlab olishgan edi. Sharqiy Yevropa butunlay SSSR qarmog'ida bo'lsa, ba'zi Osiyo, Afrika, Arab va Lotin Amerikasi davlatlari bilan do'stona yoki ittifoqdosh aloqalar o'rnatilgan. Bipolar dunyo, ya'ni ikki super kuchli davlatlar AQSh va SSSR o'rtasidagi kosmik poygada va sovuq urush davridagi qurollanish poygasida harbiy xarajatlar uchun SSSR byudjetining katta qismi sarflanardi, lekin baribir Sovet davlati 80-yillarda G'arbdan har sohada ortda qolayotgan edi. Bundan tashqari, ta'sir doirasidagi davlatlarni itoatda ushlab turish hamda ittifoqdosh mamlakatlarni siyosiy qo'llab-quvvatlash SSSR iqtisodiga juda katta og'irlik yaratardi. Bir absurd vaziyatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. SSSR qarmog'idagi Sharqiy Yevropa, xususan Germaniya Demokratik Respublikasi butun dunyo uchun sotsializmdagi go'zal hayot namunasi bo'lishi kerak edi. Bu imijni yaratish uchun SSSR Sharqiy Yevropa davlatlariga juda katta sarmoya kiritib, davlatning juda ko'p resurslarini sarflardi. U yerdan kelgan tovarlar eng sifatli va obro'li bo'lgan. Sotsialistik Yevropadagi hayot ko'pchilikning orzusiga aylangan. SSSRning 15 ta respublikasidagi aholiga tegishli tabiiy boyliklar va aholining mehnatlari evaziga ishlab chiqarilgan ijtimoiy boyliklarning katta qismini Sharqiy Yevropadagi ko'rgazma uchun ishlatilgan. Haqiqatdan ham Sharqiy Yevropa davlatlaridagi hayot darajasi Sovet ittifoqidagi 15 ta respublikadan ancha baland bo'lgan. Buni o'sha davrda yashagan odamlar yaxshi bilishadi. Qizig'i shundaki, 80-yillarda Sharqiy Yevropa iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan baribir G'arbiy Yevropadan ancha ortda qolayotgan edi. Amerika SSSRning iqtisodi asosan resurslar, neft, gaz va metallar savdosi ustiga qurilganini, texnologik jihatdan ortda qolayotgan davlat ekanini yaxshi tushunardi. Agar iqtisodiy inqirozni tezlashtirishga ozgina yordam berilsa, raqibining qulashi tezlashishi mumkinligini bilib, katta o'yin rejasini tuzadi. O'sha yili G'arbiy Yevropadagi NATOga a'zo davlatlar SSSRga xavf soladigan Amerikaning yangi raketalarini o'z hududlarida joylashga kelishdi. 1979-yilda SSSR uchun juda og'riqli bo'lgan jahon geopolitik hodisalari yuz berdi. Yaqin Sharqda SSSRning eng yirik ittifoqdoshi Misr davlati Isroil bilan sulh tuzib, AQSh va'da qilgan sarmoyalar evaziga Moskvadan yuz o'girdi va Vashingtonning qanoti ostiga o'tdi. Eronda yuz bergan 1979-yilgi inqilobdan keyin Moskva bilan do'stona aloqada bo'lgan Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy hukumati tugatilib, Eron Islom Respublikasi tuzildi.
Hukumatning yangi rahbari, islomiy guruhlar lideri Oyatulloh Xomayniy kommunistik yo'nalishdagi Eron Xalq partiyasini taqiqladi. Moskvaning keskin e'tirozlariga qaramasdan, qisqa vaqt ichida 5000 dan ortiq eronlik sotsialistlar yo'q qilindi. Eng qizig'i, ideologik va siyosiy jihatdan avvallari SSRning eng yaqin do'sti bo'lgan Xitoy Xalq Respublikasi tashqi siyosatda AQShga yaqinlashib, BMTga a'zo bo'lish uchun qudrati so'nib, kuchsizlashib borayotgan eski ittifoqdoshidan voz kechdi. Xitoy uchun foydasiz eski do'stdan manfaatli yangi do'st afzal edi. Ammo O'rta Osiyo hududida yana bir muammo vujudga keldi. Bu xuddi Sovet davlatini har tomondan dushmanlar qurshab olishiga o'xshardi. Siz ko'rib turgan shahar bu Afg'onistonning Qobul shahri. Bu yerdagi Sovet ittifoqi tipidagi ko'p qavatli uylar bu yerga qanday kelib qoldi? Buning sababi SSSR Afg'onistonni ham kommunistik davlatga aylantirishga harakat qilgani. 1978-yilgi Afg'oniston Respublikasidagi inqilobda Sovet davlati Afg'on kommunistlari lideri Nurmuhammad Taraqiyni qo'llab-quvvatlagan. Natijada Afg'onistonda harbiy to'ntarish sodir bo'lib, respublika prezidenti Muhammad Daud oilasi bilan otib tashlandi. Hokimiyatga esa kommunistik yo'nalishdagi Xalq demokratik partiyasi keldi. Sovetlar buni quvonch bilan qarshi oldilar. Yangi rahbar Taraqiy o'zini Lenin va Brejnevning sodiq izdoshidek tutdi. U ramziy e'lon qilingan programmasida ayollarga ko'proq huquqlar berish, ta'lim sohasini zamonaviylashtirish va jamiyatning siyosiy hayotida diniy ta'sirni kamaytirish kabi islohotlarni boshladi. Ayni shu vaqtdan boshlab SSSRdan afg'on kommunist do'stlariga ko'plab harbiy, iqtisodiy, texnologik va kadrlar bo'yicha yordam kela boshladi. Shuning uchun ham bu davrdagi Qobul barchamizga tanish Sovet davlati shaharlarini eslatadi. Ammo bu islohotlar Afg'onistondagi barchaga ham yoqmayotgan edi. Afg'on Xalq demokratik partiyasi ichida ham Nurmuhammad Taraqiy va uning raqibi Hafizulloh Amin o'rtasida hokimiyat uchun ayovsiz kurash ketayotgandi. Oxir-oqibat o'ziga xos sharqona yechim topildi. Hafizulloh Amin Taraqqiyni o'ldirib, hokimiyatni qo'lga oldi. Yangi rahbar Hafizulloh Amin ko'proq AQSh va Saudiya Arabistoni kabi boy davlatlar bilan yaqinlashish siyosatini amalga oshirdi. SSSR uchun Hafizulloh Amin do'st emas, balki AQShning xizmatchisi, nazorat qilib bo'lmaydigan siyosiy xavf edi. Kompartiya elitasida agar biz Afg'onistonga kirmasak, ertaga u joyda NATO bazasi bo'ladi degan xavotir yuzaga keldi. KGB va KPSS rahbariyati Hafizulloh Aminning o'rniga Moskvaga itoatkor va sodiq Babrak Karmalni hokimiyatga olib kelishni rejalashtirdi. Bu harbiy operatsiya 1979-yil 27-dekabrda amalga oshirildi. Sovet maxsus kuchlari Hafizulloh Aminning saroyiga harbiy desant tushirib, uni o'ldirishgan. Babrak Karmalni hokimiyatga olib kelinishi afg'on xalqining tanlovi deb ko'rsatildi. Ammo aslida bu Kreml o'ylagan navbatdagi siyosiy shou edi. SSSR esa Afg'oniston hududida Amerikaning yana bir ittifoqdoshi paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Afg'on muxolifatchilari esa Sovetlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lishni istamagan va yangi hokimiyatni tan olishmagan. Afg'onistondagi muxolifatchi islomiy guruhlarning shakllanishini Pokistonning vositachiligi orqali AQSh qo'llab-quvvatlagan. Bu jangchilar SSSR tuzgan hukumatni yo'q qilish uchun Afg'onistonda qurollangan qo'zg'olon boshladi. 1979-yilda SSSR o'zi yaratgan hukumatni himoya qilish uchun Afg'onistonga qo'shin kiritdi. Rasmiy propaganda buni Sovet armiyasi afg'on xalqiga do'stona yordam ko'rsatmoqda. Biz ularni imperialistlar bosqinidan himoya qilyapmiz deb ta'kidlardi. Sovet davlatida buni urush deb atashni taqiqlangan edi. Bu vod ограниченного контингента советских войск, ya'ni cheklangan sovet harbiy qismlarining kiritilishi deb nomlangan. Bu bilan Kreml urushni yashirib, xalq orasida qo'rquv yoki norozilikni kamaytirishga harakat qilgan.
Bu xuddi 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini SVO Spetsalnaya voyenная operatsiya, ya'ni maxsus harbiy operatsiya deb nomlanishiga o'xshaydi. Brejnev afg'on urushiga boshida norozilik bildirgan bo'lsa-da, KGB rahbari Andropov, mudofaa vaziri Ustinov va tashqi ishlar vaziri Gromyko uni bu qarorga undagan va Brejnev buyruqni imzolagan. Shu tariqa qisqa vaqtdagi g'alabadan umid qilingan afg'on urushi boshlanib 10 yil muddatga cho'zildi. Albatta, urush bu juda ko'p insonlarning qurbon bo'lishiga sabab bo'ladi. Lekin iqtisodiy tarafdan ham bu juda katta xarajatlarga olib keladi. Shusiz ham Brejnev davridagi davlat iqtisodi inqirozga qarab ketayotgan edi. Afg'on sirtmog'i SSSR uchun Amerikaning Vyetnam urushidagi mag'lubiyati uchun qasos bo'lishi kerak edi. Bu operatsiyani AQSh ayiq qopqoni deb atadi. Amerika dunyo jamoatchiligi orasida SSSRning Afg'onistonga hujumini qoraladi. Sovet davlatining qora imijini yaratib, zulm imperiyasi deb atalishini ta'minladi. Urushning ilk yillaridagi neft narxining ko'tarilishi SSSR uchun juda qo'l kelardi. Ammo AQSh kuchli iqtisodiy zarba berish rejasini tuzdi. Amerika neftga boy arab davlatlari bilan muzokara olib borib, musulmonlarga qarshi urushayotgan SSR davlati neft sotish orqali olayotgan daromadni urushga sarflayotganini ta'kidladi. Agar biz neft qazib olishni ko'paytirib, dunyo bozorida neft narxini pastga qulatsak, SSR davlati urushga pul topa olmaydi. Shu tariqa siz o'z birodarlaringizga yordam bergan bo'lasiz, deb uqtirdi. AQSh diplomatiyasi katta bosim o'tkazardi va juda kuchli propagandani amalga oshirishni uddaladi. Saudiya va AQSh neft sotish hajmini shiddat bilan oshirgani neft narxini keskin tushirib yubordi va bu neftning arzonlashishi keyingi yillarda yana davom etdi. Bundan tashqari, AQSh G'arb va boshqa davlatlarni SSSRga sanksiyalar qo'llashga majburladi va zarur mahsulotlarning eksportiga taqiq qo'yildi. Avvalgi tuzilgan bitimlar ham bekor qilinib, barcha aloqalar to'xtatildi. SSSRda esa jiddiy muammolar boshlandi. Sovet jamiyati turg'unlik deb ataladigan Brejnev davrining so'nggi yillarini yashayotgan edi. SSSR dunyo hamjamiyatiga Afg'onistonda ateist ruslar va musulmon afg'onlar o'rtasida diniy ziddiyat emas, siyosiy ziddiyat yuzaga kelgan qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan. Shu sababdan urush boshlanganida asosan O'rta Osiyodagi ko'proq mahalliy xalq vakillaridan tashkil topgan harbiy qismlarni Afg'onistonga jo'natilgan. O'zbekiston SSRda esa 1979-yilda qo'shni davlatda yuz berayotgan hodisalar haqida hech qanday ma'lumot tarqalmagan. Kuzda barcha dalada mehnat qilib, paxta planini bajarishga harakat qilayotgan zavod-fabrikalar ham rejadagi mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan ovora edilar. Yoshlar yorqin kelajak haqida orzu qilayotgan vaqtda dekabrda Afg'onistonda boshlangan urush ularga kutilmagan sovg'a bo'ldi. Urush uzoq vaqtga cho'zilib, harbiy xizmat yoshiga yetgan yigitlarimizning ko'pchiligi bu urushga safarbarlikka chaqirila boshlandi. Propaganda ta'sirida haqiqatdan ham afg'on xalqini ozod qilishga ketyapmiz deb o'ylagan yoshlar bu urushda ularni qanday dahshatli hodisalar kutayotganini taxmin ham qilishmagan. Ularning ota-onalari ham birinchi Gruzdivesti, ya'ni urushda o'lgan askarlarning jasadlari kirib kelishni boshlaganida haqiqiy urush dahshatini tushuna boshlashgan. Moskvada esa bu vaqtda 1980-yil yozida o'tkazilishi kutilayotgan Olimpiada o'yinlariga tayyorgarlik avjida edi. SSSR o'z tarixida birinchi marta Olimpiadaga mezbonlik qilayotgan edi va bu bilan Sovet davlati o'z kuch-qudratini dunyoga ko'rsatib qo'yishi kerak bo'lgan. Lekin butun dunyo hamjamiyatining asosiy qismi SSSRni Afg'onistonga hujumi ortidan qoralashdi. 80 ga yaqin davlatlar bu Olimpiadaga boykot e'lon qilib, qatnashishdan bosh tortishdi. Faqat ba'zi Osiyo, Sharqiy Yevropa, Afrika va Lotin Amerikasidagi SSSR bilan yaqin aloqada bo'lgan davlatlar Moskvadagi Olimpiadaga kelishgan. Bu xalqaro tadbir o'tkazilishi katta siyosiy va iqtisodiy inqirozlar arafasida turgan
SSR davlati uchun xuddi vabo va ocharchilik arafasida ziyofat qilishga o'xshardi. Olimpiadani o'tkazish uchun juda katta mablag' sarflanib, alohida 78 ta bino va Olimpiada shaharchasi qurilgan edi. Tantanali ochilish marosimidagi katta masshtabdagi shou, insonlarning xursandchiligi va yangrayotgan musiqa hamda raqslar bilan bir vaqtda Afg'onistonda yuzlab aholi yashash joylari vayron qilinib, minglab tinch aholi o'ldirilardi. Nima uchun urushayotganini tushunmayotgan oddiy askarlar halok bo'lardi. Yaralanganlarga kerakli tibbiy yordam ko'rsatilmasdan qattiq aziyat chekishardi. Askarlarga davlat propagandasi tasvirlagan dunyo bilan real vaziyat boshqa ekanligini afsuski ular juda kech tushunib yetishgan. Olimpiada ramzi sifatida yoqimtoy ayiq tanlangandi. Yopilish marosimida bu ayiqning barcha bilan xayrlashib osmonga uchib ketishi bu xuddi xalq o'zini baxtli his qilgan Brejnev davrining o'z nihoyasiga yetayotganiga ishora qilgandek edi. Ayiq o'zi bilan birga porloq kommunistik kelajakka bo'lgan ishonchni va insonlarning orzu-umidlarini olib ketdi. 80-yillarning boshiga kelib, qadrli Leonid Ilich Brejnev ancha qarib qolgandi. Uning sog'ligida jiddiy muammolar yuzaga kelib, davlat rahbari faqat dori-darmonlar va vrachlar nazorati ostida tirik ko'rinishda ushlab turilgan. Lekin shunga qaramay, Politbyuro rahbariyati Brejnevni lavozimdan ketishni istamas edi. Buning asosiy sababi atrofda nimalar bo'layotganini tushunmaydigan, hatto o'zini kimligini unutib qo'yadigan tirik sabzavotga aylangan rahbar hammaga ma'qul edi. Politbyuro a'zolari bosh kotibni tinmay maqtab, unga turli xil medallar, mukofotlar, ordenlar berib, maddohlik bilan og'iz burun o'pishardi. Brejnevning orden va medallarining soni 117 dan ortib, hatto Guinness rekordlar kitobiga eng ko'p taqdirlangan davlat rahbari sifatida kiritilgan. Ko'pchilik KPSS rahbariyatining yoshi 70 dan oshgan edi. Chirib borayotgan hukumatning bu rahbarlari davlat tanazzulga qarab ketayotganini yaxshi bilishardi, lekin o'zlarining issiq lavozim o'rinlarini yangi kadrlarga bo'shatib berishni istashmasdi. Chunki lavozim bilan birga bu qariyalar juda ko'plab imtiyozlarni va mo'maygina daromad keladigan joylaridan ayrilashardi. Bunday siyosiy boshqaruvni yunoncha gerontokratiya, ya'ni qariyalar hokimiyati deb ataladi. Brejnev hukumatining so'nggi yillarida davlat mutlaq darajada korrupsiyaga botishni boshladi. Partiya rahbarlaridan boshlab, oddiy magazin sotuvchilarigacha, vazirlardan boshlab, zavod ishchilarigacha davlat mulkini o'g'irlab sotish, noqonuniy daromad qilish holatlari ko'paydi. Xalq tilida xuddi o'sha davrdan boshlab levi qilish, levisi bor ish so'zlarini ishlatish oddiy holga aylanib, hamma o'ziga xos tadbirkorlik bilan shug'ullangan. O'sha davrda yashagan ko'pchilik odamlar oylik maoshlarimiz barcha ehtiyojlarimizga yetardi deyishiga qaramay, ba'zilarining bunday qo'shimcha levi soqqa qilishlariga vijdonlari qarshilik qilmagan. SSSR tamoman inqirozga uchrab parchalanishida ko'pchilik Brejnevdan keyingi rahbarlarni, ayniqsa Gorbachyovni ayblashadi. Aslida bu davlatni tanazzulga olib kelgan siyosiy xatolar va noto'g'ri iqtisodiy yo'l aynan qadrli Leonid Ilich Brejnev davrida amalga oshirilgan. Faqat bu xatolarning ayanchli oqibati keyingi 10 yillikda namoyon bo'ldi. 1982-yil 10-noyabr kuni 75 yoshni qarshilagan Leonid Ilich Brejnev 18 yillik hukmronlikdan so'ng vafot etdi. Hukumat rahbarining vafoti ko'pchilik uchun haqiqiy g'am-qayg'u bilan qabul qilindi. Uning o'limi bilan birga o'sha avlod oltin davr deb ataydigan zamon ham o'z nihoyasiga yetdi. Brejnev insonlar xotirasida boshqa sovet diktatorlariga nisbatan ancha ijobiy tomonlama muhrlanib qolgan. Hozir ham katta avlod sovet davrini nostalgiya qilganida aynan shu Brejnev davrini eslaydi. Odamlar odatda yoshlik davrini eng yaxshi davr deb eslaydi. Nostalgiya bu haqiqatga emas, hissiyotga asoslangan xotira.
Katta avlod Brejnev davrini emas, navqiron yoshligini, sog'ligini, yonida bo'lgan yaqinlarini va amalga oshmagan orzularini sog'inadi. O'tmishni romantizatsiya qilgan holda bugunning muammolaridan qochib, xotira orqali taskin topadi. Shuning uchun tarixga faqat romantika bilan emas, faktlar bilan ham qarash uchun mantiqiy va tanqidiy fikrlashdan to'xtamang. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha